Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Bir necha kundan so'ng Amerika Qo'shma Shtatlari, Meksika va Kanada maydonlarida bo'lib o'tadigan Jahon Chempionati o'yinlari boshlanadi. Osiyoning eng qudratli jamoasi Yaponiya terma jamoasining Jahon Chempionatiga boradigan yakuniy 26 talik tarkibi e'lon qilindi. Tarkibdan quyidagi futbolchilar joy oldi. Darvozabonlar: Zion Suzuki, Parma, Italiya; Keisuke Osaka, Sanfrecce Hiroshima, Yaponiya; Tomoki Hayawaka, Kashima Antlers, Yaponiya. Himoyachilar: Yukinari Sugawara, Werder, Germaniya; Takehiro Tomiyasu, Ajax, Niderlandiya; Ko Itakura, Ajax, Niderlandiya; Hiroki Ito, Bavariya, Germaniya; Tsuyoshi Watanabe, Feyenoord, Niderlandiya; Shogo Taniguchi, Sint-Truiden, Belgiya; Ayume Seko, Le Havre, Fransiya; Yuto Nagatomo, Tokio, Yaponiya; Junnosuke Suzuki, Kopenhagen, Daniya. Yarim himoyachilar: Wataru Endo, Liverpool, Angliya; Kaishu Sano, Mainz, Germaniya; Ao Tanaka, Leeds United, Angliya; Daichi Kamada, Crystal Palace, Angliya; Ritsu Doan, Eintracht, Germaniya; Junya Ito, Genk, Belgiya; Takefusa Kubo, Real Sociedad, Ispaniya; Keito Nakamura, Reims, Fransiya. Hujumchilar: Ayase Ueda, Feyenoord, Niderlandiya; Koki Ogawa, NEC, Niderlandiya; Kento Shiogai, Wolfsburg, Germaniya; Yuito Suzuki, Freiburg, Germaniya; Keisuke Goto, Sint-Truiden, Belgiya; Daizen Maeda, Celtic, Shotlandiya. Shuningdek, Kaoru Mitoma, Hidemasa Morita, Kodai Sano, Takumi Minamino, Shuto Machino, Joel Chima Fujita kabi yulduz futbolchilarga 26 talik tarkibdan joy topilmadi. Eslatib o'tamiz, Jahon chempionatida Yaponiya, Niderlandiya, Tunis va Shvetsiya bilan bir guruhdan joy olgan.